yo'qmi? Nimaga? Qanday? Jura, shu desang, senda bir maslahatli gap bor. Maslahat. Hech kim bilmagan sirimni senga aytmoqchiman. Mani Shvetsariya bankida $1 million pulim bor. Ture kunte, sendami? Sen mani bu yurishma qarama. Agar xohlasang 50-50 qilib olamiz. 500 ming seniki, 500 ming meniki. Ha. Alo, это Shvetsariya bank? Aya, Tolib shu. May $1 million ma оплатить Murod jo'rama. 25 ming so'm pul so'rayapti. Nima qilamiz, berasan? Nimaga? Оплата uchun komissiyaga u senga o'tkazib beradi. Ha, beraman. It's okay. Короче, men gaplashdim mana. Endi 25 ming so'm puli ber, o'zlari ketirib beradilar sana. Ha. To'g'rimi? Bo'ldi. O'zlari yetkazadilar, kelgandan keyin aytadilar. Men ketdim mana. Nasib bo'lsa boyib ketamiz. $500 ming pul. Bitta mashincha olaman, 2000 nok so'zam. Naxrijim bilan Ferrari olaman. Qaysidir Dubayga ketib bir villa sotib olsam ekan. Naxri sallari ham shu yomon. Boyib ketaman, naxri kerak sallamagan. Shu desang jiyan, nasib bo'lsa Dubayga ketaman. $500 ming pul tushyapti menga. Qayerdan tushyapti siz? Tolib juram. $500 ming pul tashab beryapti. Shvetsariya bankida puli bor ekan, katta. Vallahi atana Tolib mashmi? Ha. Mashinnikku qishloqda hamon aldab yuribdi-ku. Siz shunga ishondingiz, pul ham bergandirsiz, ha? 25 ming so'm oplata qilasan deb. Mana qarang, internetda ham to'lib ketaman bunaqalar. Mana yozganman, Amerikadanman deyapti. Mana 500 million pulim bor deyapti. 40 ming so'm o'tkazsangiz beraman deyapti. Mana to'lib ketgan bunaqa mashinalar. Tolib ham zalda pulingiz olib ketgan. Mana. Voy bilat. Toliblaringizni qo'ying. Ishonmang unaqa odamlar. Mana hozir Play Marketda mana App Store'da yangi programma chiqqan. Karmometr degan. Ha. Kirasiz, shunday ro'yxatdan o'tasiz bundan. O'zlarida Telegram guruhlari ham bor bular. O'zlari tushuntiradilar. Har yakshanba premyer efir bo'ladi bunda. Pul yutuqlari o'ynaydi bular. Ha, shu savollarga javob berib, pullar bosib yotaverasiz. Pul tikamanmi bunga? Yo'q, bunga hech qanaqa pul tikilmaydi. Shu bitta ro'yxatdan o'tib, shu efirga kirsangiz bo'ldi bular. Tamam. Pul ishlayotsa bo'lar ekan, ha, choychani ichib, pulchani ishlayveradi.